Dunyodagi eng xushbo'y ifor qaysi? Albatta, ona ifori. U betakror hid dunyoni eng qimmat farang atirlarida, mushk ambarlarda, eng sara guldastalarda ham yo'q. Dunyoni 7 marta emas, 70 marta aylanib chiqsangizda piyoda uni topolmaysiz. Borlarida tuyinib oling. Afsuski tuyib bo'lmaydi, baribir imkon darajasida tuyinib oling. Zor bo'lasiz, xor bo'lasiz, dodlaysiz, dunyolarga sig'maysiz, ammo u iforni umuman topolmaysiz. Ana o'shanday ifor qidiruvchi piyodalardan biri menman. Artaman, ko'z yoshim sekin artaman, aytaman, dunyo yukin qanday men aytaman.